Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga yakshanba 26-iyul Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Video davomida ko'rasizlar, har xillaridan bor mexanika, avtomat. Oxiriga pul yaxshiroq Sparklardan qo'shib qo'yganmiz. Bittadan like bosib qo'yishdi. Kanalimizda mehmonlar, ushbu kanalimizga ham albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Xudo xohlasa kunda bu kanalga ham yangi videolar qo'yib turamiz. Bugungi video roligimiz 2020-21 dan boshlayapmiz. 80 mi yurgan dedingizmi? 89 mi yurgan, metan gazlari bor. Generalniy davenisi bo'ladi. Yumshoq baloni bor. Motor ходовой korobkalari? Yaxshi. Xudo xohlasa. Balon yangi. Pult shunikimi? Pult. Buniki emas. Buniki ham bor. Pultlari bor. Metan gaz qo'yilgan avtomobilga 2020 ga 21 89 ming yurgan mexanika korobka. Kraskasi Top-toza. toza. Nech pul qo'yaylik aka? 7700 o'tib beramiz. 7700 o'tib beriladi. 7200 ga so'rashayotgan akamiz 7,5 ga beraman deyapti. Gen qilib beraverasiz? Gen qilib beramiz. Nasiyaga sotmaysizmi? Yo'q, nasiyaga. Faqat naqd pul. Naqd. Mobodo mashina bo'lsa-chi barterga. Barter ham bo'ladi, bank. Xo'p bo'ladi. Nomeringiz? 91 173 1025 raqamiga murojaat qilasizlar. 2019 navbatdagi Nexia 3'imiz. Xo'p, JK Xvetni so'raganlarga endi yili balandlarini mokri asfaltlari kam, mokri asfalt ishq bozoriga shu ma'qul kelaveradi. Bir probegi qancha buni? 150 ming yurgan. Metan gazi bor. Motor ходовой korobka? Zo'r. Balonlarni ko'ringlar yonidan. 150 ming 2019 ga menimcha zo'r probeg bo'lsa kerak. Mexanika korobka ikkinchi pozitsiyada. Gazi 90 talik bo'ladi-a? 90 talik temir. Ha. Mana. Kraskasi? Mana. Kraska yo'q ekanda? Mana shu? Ha, avval tekkan yeri mana. To'liq sepilgan kraska yo'q, petno. Bu yerda ozgina kosmetika bor ekan. 2019 150 ming yurgan mexanika korobka. Eng qizig'i narxida endi buni. 63 ga bermayapmiz. 6300 ga bermayapsiz. 6,5 bo'lsa sotib olaman. 6,5 ga sotaverasiz. Gen berasizmi? Beraman. Nomeringiz? 93 632 632 25 46. 25 46 raqamiga Kamolat ko'chasida. murojaat qilasizlar. Bo'ldi. Navbatdagi Nexia 3'imiz 2022 ga 23 azizlar. Yurgani ozidan. Metan gazi bor. Qancha yurdi bu aka? 22 ming ko'rishgan. 22 ming. Deyarli 23 ming yurgan deb hisoblaganingizda ham yurgani oz mashina. O'z yili ham 22-23. Oxirgi chiqqanlardan-a bu. Toza mashina? Yevrasidan top-toza. Yevro varianti. Kraskalari toza. Stabilizatorlari bor, eko rejimlari bor. 2022 ga 23, 22 mingdan ozgina o'tgan yurgani. Xo'p. Aka, kraskasi toza buni. Nech pul qo'yaylik? 88 kami bor. 8800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? 83 ga berilmadi. 8300 ga berilmadi. Gen chiqam chiqmadi? Gen hamma yo'q chiqadi. Genlarni xohlagan hujjat bo'laveradi. Bu. Nasiyaga sotmaysin? Variantga kelishaveramiz. Kamida nech puli bor odam aloqaga chiqsin aka? 5000 ga boramiz. 5000 dollar bilan aloqaga chiqarsin. Nomeringiz? 91 91 290 290 00 00 25. 25 raqamiga murojaat qilasizlar. 2020 ga 21 navbatdagi Nexia 3'imiz ham 96 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. ABS bor, metan, konditsioner. O'zi eng qizig'i Nexia 3 da ishqibozlar uchun bitta eslatib ketamiz. Birinchi pozitsiyasida ham ABS bo'ladi bular. Bitta konditsioner qo'yib, oynasini elektronika qilib olsanglar, ikki bo'lib qolaveradi. 2020 ga 21 96 ming yurgan metan gazlari bor. Buni kraskasi qanaqa aka? Toza. Buniki ham toza. Buni nech pul qo'yaylik? Buni 7600 7600 o'tib beriladi. Generalniy qilib beraverasiz-da? Generalniy qilib beramiz. 74 ga beramiz. Bo'ldi. 7400 ga hisob chiqarar ekan. Men tushunishim bo'yicha faqat nasiya yo'q, qolgan yo'llari kelishlayveradi. Bank. Barterlari bor. Nomeringizni qaytarib qo'yasiz?
91'lik 91 173 173 10 10 25. 25 raqamiga murojaat qilasizlar. Akalarimizda ikkita mashina bor ekan. 2020 ga 21 ikkalasi ham. Bittasi 89 ming yurgan, bittasi 96 ming yurgan. Narxlari 7700 dan beraman deysiz, 7800 dan beraman deysiz. Bu 7700 bo'lsa, unisi 7600. 7700 dan beradi, 7600 dan ozgina xato bo'libdi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, qaysi biri ma'qul kelsa. Tozamiz ham bor. 17 tozani X3 ham bor. Mexanikami avtomat. Mexanik, Yevropa. Yana bitta 2017 ham bor ekan, uni ham shu akalarimiz aloqaga chiqib ko'rasizlar. Dizelda Yevropa. 2022 navbatdagi Nexus'imiz qop-qora rangidan 170 ming yuribdi. 170 ming yurgan 4-pozitsiya avtomat korobka, propan gazlari bor. Motor hadovoy korobkasi. Zo'r. Balonlarni ko'ringlar. Qishi. Salon holatlari. Xo'p. Propanlari bor. 2022 170 mingdan ko'proq yuribdi. Kraskasi qayerda aka? Kraskasi toza. Nech pul narxi? 8800 ga beramiz. 8800 ga beriladi. Generali chiqadimi? Keyin chiqadi. 1200 puli borga bank ham qilib beraveramiz. Xo'p, nasiyaga berman deyapsiz. Mashinaga barter bor. Nomeringiz 91lik 91 173 173 1991 19 91. 91 raqamiga murojaat qilasizlar. 2015 navbatdagi Sparkimiz 106 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. Bular katta motor bo'ladi. Bilasizlar, bilmaganlar uchun eslatib ketamiz. 4-pokoleniya propani bor. 106 ming yuribdi. Yumshoq balon qo'yilgan. Salon holatlarini ko'ringlar. Yaxshi. Propan gazi bor. Xo'p. 2015 106 ming yurgan, kraskasi toza ekan. Birinchi pozitsiya 2 qilingan ekan. Narxini 5 mingga berasizlarmi? Kami bormi bo'lishimi? Kami bormi bo'lishimi? Ozgina xayri bor. Bo'ldi. Nomer shu yozilgan. 91 602 4001 mi? 91 602 4001. 2015 propani bor, 4-pokoleniya 106 ming yurgan, birinchi pozitsiya 2 qilingan ekan. 2011 navbatdagi Sparkimiz 160 ming yurdimi? 168 ming. 168 ming yuribdi, ikkinchi pozitsiyada, kichkina motordan, metani bor. Motor hadovoy korobka? Hamma yo'q joyida. Hamma yo'q joyida. Kraskalari ham toza ekan, qizig'i. Ikkinchi pozitsiyada mashina. Konditsionerlariga ishlaydi. Xo'p, 2011 168 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya. Balonlari ham joyida. Balonlari yaxshi, kraskasi 100% toza. 100%, petnoy ham yo'q. Nech pul qo'yaylik buni aka? 4,5 ming kami bor. 4,5 ming dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? So'rashyapti. Generalni chiqadimi, chiqmadimi? Xohlasa o'tkazib oladi, hozir generalni ham chiqaradi. Nasiya savdoga bermaysiz? Yo'q, faqat naqdmi? Nomeringiz 99 99 611 611 63 10. 63 10 raqamiga murojaat qilasizlar. 2015 navbatdagi Sparkimiz. Xo'p. ABS bor, konditsioner, metan gazlari bor. 213 ming yurgan dedingizmi? 113 ming. 213 ming yurgan. Balonlari yaxshi. Ichki holatlarni ko'ringlar. 213 ming yurgan 2015. Ikkinchi pozitsiya bu. Ikkinchi pozitsiyada. Mana metanlari bor. 213 ming yurgan 2015 ikkinchi pozitsiya mexanika korobka. Kraskasi qayerda? Old eshigi bilan, shopirda eshigi bilan qanotida kraskasi bor. Shu. Ikkita detalda kraska. Shu, qolgan joyi toza. Narxi nech pul qo'yaylik buni aka? 5300 dan o'tib beramiz. 5300 kami bor. Kami bor. Generalni berasizmi? Ha, bo'ldi, generalni ham. Generalni bo'laveradi. Mashinaga barterchi. Ha, bo'ladi, mashinaga barter bo'lsa. Nasiya berman deyapsiz. Yo'q, faqat naqd. Nomeringiz 99 99 611 611 63 10. 63 10 raqamiga murojaat qilasizlar. 2015 ikkinchi pozitsiya mexanika, 213 ming yurgan mashina. 2012 navbatdagi Sparkimiz, ikkinchi pozitsiyada mexanika korobka. Yurgani qancha dedingiz? 276. 276 ming kilometr bosib o'tgan.
Ikkinchi paytda konditsionerlar bor, metan gaz qo'yilgan. Balonlar yaxshi. Motor ходовой коробка yaxshimi aka? Hamma yo'q o'zi. Salonlarni ko'ringlar. Monitor qo'yilgan. Reflektor. Kraskasi? Kraskasi 20% kraska. 20% kraska. Metan. 276 mi yurgan 2012. 20% kraska. Nech pul qo'yaylik aka? 3,5 ming. 3,5 ming kami bor. Ha, bo'ladiganimi? Ozgina yo'l yo'q. Ozgina xayri bor. Generalni beraverasizmi? Beraman. Xo'p, bo'ladi. Nomeringiz? Qonchilik. Dehqonchilik mashina. Nomeringiz? 93lik. 93 442 99 77. 99 77. Aloqaga chiqaverasizlar.